Assalomu alaykum aziz insonlar. Bir xilgi kasallik turlarini faqat ta'mi va mazasi taxir va nordon bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari va meva sabzavotlardan foydalanib davolanib olinadi, tuzatiladi. Bir xilgi kasallik turlarini esa faqat ta'mi va mazasi sho'r bo'lgan, ya'ni tuz va tuz mahsulotlaridan foydalanib davolanadi, tuzatib olinadi. Yana bir kasallik turlarini esa faqat yog' va yog' mahsulotlarini ishlatib, foydalanib, davolanib tuzatiladi. Yana bir kasallik turlarini esa faqat achchiq ta'mli oziq-ovqat mahsulotlari va achchiq ta'mli meva va sabzavotlardan foydalanib, davolanib tuzatiladi. Endi bir narsaga yaxshilab e'tibor berish kerak. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi. Gap shundaki, bir narsani bir kasallikka davo qilayotganda o'sha kasallik turiga o'sha narsani to'g'ri keladimi, kelmaydimi avvalambor aniqlab, bilib olib, keyin foydalanish kerak. Dori sifatida, davolash maqsadida. Adashmasdan aniq xulosaga kelib foydalanishni boshlagandan so'ng boshqa bir ta'mli va mazali bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari va meva sabzavotlarni o'sha kasallikni tuzatish maqsadida kasal bo'lgan inson iste'mol qilmaslik kerak. Aks holda o'sha qilayotgan davolash holati, o'sha qilgan ishlari hammasi zoyi ketadi. Ya'ni bir-birini quvvatini, shifobaxshlik xususiyatini kesib yuborganligi sababli insonni kasali tuzalmaydi. Umuman boshqa bir mahsulotlarni iste'mol qilmaslik kerak deyayotganim yo'q. Ozroq miqdorda iste'mol qilish kerak. Boshqa ta'mli oziq-ovqat mahsulotlarini va meva sabzavotlarini. Aks holda bir-birini shifobaxshlik xususiyatini kesib yuboradi va davolashni foydasi bo'lmaydi. Kasallik ham yana takrorlanaveradi. Endi yana bir narsaga e'tibor berish kerakki, qaysi kasallik turi bo'lsa ham, qaysi nimadan foydalanishni xo'p bildizam deylik. Qaysi kasallik turiga, bir kasallik turiga achchiq narsani, bir kasallik turiga sho'r narsani, yana bir kasallik turiga taxir nordon narsani, yana bir kasallik turiga yog'li narsani, yana bir kasallik turiga sho'r narsa va boshqa narsalarni foydalanishni bildizam deylik. Xo'p, shu paytda boshqa bir ta'mli narsalarni ozroq miqdorda quvvatini kesib yubormasligi uchun iste'mol qilishni ham mana bildiz deylik. Shunday qildizam deylik. Lekin bir narsaga yaxshilab e'tibor berish kerak. O'sha kasallik turiga foydalanayotgan narsangizni faqat kasal bo'lib shu davolanib, tuzalib olgunga qadar foydalanish kerak. Har doim inson doimiy holatda o'sha narsadan foydalanmaslik kerak.
Aks holda o'sha kasallikka dori sifatida foydalangan, davolanish maqsadida foydalangan narsasi, o'sha ta'mli oziq-ovqat mahsuloti yoki meva-sabzavot mahsuloti keyinchalik o'sha kasallik turiga umuman ta'sir qilmay qoladi. Inson organizmini shunaqa xususiyati bor. Har doim bir narsani bir kasallik turiga foydalanib ish tutadigan bo'lsa, me'yordan oshirib yuboradigan bo'lsa, o'sha narsa keyinchalik o'sha kasallik turiga umuman ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Insonda organizmi shunaqa xususiyatga ega. O'shaning uchun o'zini me'yorida mahsulotlardan foydalanish kerak. O'zini me'yordan oshib ketmaslik kerak. Keyin faqat kasal bo'lgan paytdagina foydalanish kerak. Boshqa paytda ozroq miqdorda iste'mol qilish kerak. Aks holda foydasi bo'lmaydi. Umuman shifobaxshlik xususiyati bo'lmaydi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.